Endi sizlarga savol. Yoshi bir xilmi shu ikkita novdan? Bir xil. Bir xil. Qayerdan bildinglar? Tanan rangi bir xil. Bir donadan, to'g'rimi? Shu ikkala novda bir xilmi? Ya'ni men aytganim yoshi emas, yoshidan tashqari boshqa xususiyati ham bir xil bo'ladimi, boshqacha bo'ladimi? Ha, endi qarang, bu o'suvchi, bu hosil beruvchi deyapmiz. Bu hech qachon hosil bermaydimi shunda? Kelasi yilga hosil berish mumkin. Bu yilda bermaydi. Bu yil deb turib kelayotgan sezonni aytyapsizmi yo undan keyingi sezon? Undan keyingi sezon. Undan keyingi 27-yilga berishi mumkin. Qatida beradi. Buni baribir kesamiz mana bu yerdan. Kesmasangiz beradi. Qatida. Mana qarang. Yo uchiga beradi ko'pincha. Mana qarang, aytaylik, mana misol uchun kesmadingiz yoki bu yoqdan kesdingiz yoki bu yoqdan kesdingiz. Mana misol bo'ldi, mana kesilgan. Mana. Ya'ni bu tez o'suvchi novda ham yon qismida meva beradi. Faqat o'sib chiqib turib keyingi yil emasda, o'sib chiqadi, 1 yil ushiysiz bitta mavsum, undan keyingi yil beradi. Lekin degan joyi bor. Menga bu novda 2 yildan keyin meva berishi kerakmi, yo'qmi degan savolim bor. Hop, bunga yana qaytamiz. Endi buni haqida gaplashamiz.